Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Xo'p, bugungi sanamiz 20-noyabr, haftani payshanba kuni har doimgidek dovon optimdamiz. Xo'p, bizga shu haftaning ichida Telegramda ham YouTube kanalimizdan juda ko'pchilik savollar banglatib bordi. Qo'ldan kelgancha bugun shu savollarga birgalikda javob olamiz. Xo'p, undan oldin kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa bittadan like, kommentariyada izohlar qoldirib ketamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, xo'p, bu traktorlarimiz 170 7 ta ot kuchiga ega bo'lib, faralik, 5 faralik bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik 9 talik, 7 talik, 7 ga 9 deb juda qimmat narxda sotyapti ekan. Unaqa qimmat narx bo'lmaydi. Rol katta, juda katta raisa qilmaydi. Chunki xo'p, aslida xo'p, 7 ga 7 ni hosilaga qo'ldan kelgancha bir chekana tushuntirib o'taman. Ko'rib turganingizdek, faralik, xo'p, 5 faralik. Xo'p, bunimizga keladigan bo'lsak, xo'p, 170. Xo'p, 170 9 ta, 7 ga 9 shu bo'lib oladi mana. Yozib qo'yadi, o'ziga vilkasiga yozib qo'yadi. Agar 177 bo'lsa, 7 ga 7, 7 ga 9 bo'lmaydi. Kilogrammi bo'ladigan bo'lsa 95 kilo. Xo'p, korobkaga 2 litr yog' ketadi. Motorga bo'lsa 950 gram yog' ketadi. Shunisidan ajratib olsanglar bo'ladi. Xo'p, 7 taligimiz bu ham 170, bu prostoysi bu. 170 7 ta ot kuchiga, bunisi korobkaga 1 litr 400, motorga bo'lsa 750 gram yog' ketadi. Shundan ajrat. Xo'p, buni kilogrammi xo'p 75 kilo bo'ladi. Xo'p, bu juda katta raisa qilmaydi, rol o'ynamaydi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa 2 million 800 ming so'm 7 talik qilib beramiz. Xo'p, 3 million so'mdan 7 ga 9 motokultivatorlarni qilib beramiz. Xo'p, bunisi uncha katta raisa qilmaydi. Xo'p, ko'pchilik ukam menga 192 17 ta ot kuchiga ega bo'lganni farqini topib bering deganlarga hozir bugun uni ham farqini aytamiz sizlarga. Xo'p, 170. Xo'p, bular hammasi motor 170 bo'ladi. Sizlarga 192 17 ta ot kuchining juda farqini hozir tushuntirib berayotaman. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana 192 F 192 oldiga yozib qo'yadi. Hozir shuni orqali shuni hisobiga ko'rsata olmayapman. Xo'p, blogini o'ziga ham yozib qo'yadi. Motorni o'ziga ham 192 deb yozib qo'yadi. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek 192 17 ta ot kuchiga ega bo'lib, xo'p, korobkasiga keladigan bo'lsak, korobkasini juda ko'pchilik обороты 450, 550 hamda 600 оборот yo'q. Unaqa holat bo'lmaydi. Iltimos, bizdan olsanglar ham yo boshqa joydan olsanglar ham shu holatga jiddiy e'tibor berasizlar. Buni обороты 450 yo birisi buni обороты korobkaniki bunaqa, manaqa deb turib, qimmatroq sotganni hisobiga sizlarga aldanib qolmanglar. Iltimos, shunga jiddiy e'tibor berasizlar. Xo'p. 450 оборот mancha, 550 оборот mancha desa yo'q. Shu 450 оборотni olaveringlar. Kimdan olsanglar ham, qayerdan olsanglar ham, bizdan olasizlar ham yo bo'lmasa boshqa joydan olasizlar ham, qanaqa joydan olsanglar ham, hop, оборотni rol o'ynamaydi. Chunki buni menga qaysidir sotuvchi menga sizlarga uka manaqa mana uni korobkasi anaqa desa, olib keling, men sizga dakasat qilib beraman. Olib kelsanglar, xohlagan 17 ta ot kuchli motobolini xohlagan turini olib kelsanglar, men sizlarga dakasat qilib beraman. Iltimos, qimmat narxda olmanglar. Chunki hasakam bizni oddiy misol bu yerda turib sotamiz. Sizlar endi bu shuncha pulni topish uchun dehqonchilik qilasizlar. Oddiy misol shuni hisobiga aldanib qolmanglar, iltimos. Bizning xalqimiz ishonuvchan. Shuni hisobiga ozgina e'tibor berib olishini iltimos qilamiz. Xo'p, sizlarga hozir zapchas hamda ustaxonani ham ko'rsatamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Yana bir bor. Xo'p, ko'rib turganingizdek ustaxonamiz. Xo'p, kimda kim o'sha оборот korobkasini 450, 550 ukam mana men dakasat qilib beraman degan odamga olib kelsin. Usta akamiz ko'rib beradi. O'zingizlar ustalarni olib kelinglar kerak bo'lsa. Lekin
Korobka bir xil bo'ladi, unaqa 450, 550 bo'lmaydi bilib olinglar. Xo'p, buni korobkasi bir xil. 170, 192 mi, 190 korobkasi bir xil. OS sotuvchiga shesternasi, hamma japcha, ponni, hamma yo'q mana. Bizda bor buni ochib, yangi narsani mana, yangi narsani ochib buni sinovdan o'tkazganmiz. Behisob unaqa bo'lmaydi. Iltimos shunga jiddiy e'tibor berasizlar. Ishonmaganlar kesin ko'rsatamiz. Asha qayerdan 450 yo 550 degan abrotlarni olib kelsanglar, shu yerda ochib biza solishtirib beramiz. Xo'p, shunga jiddiy e'tibor berasizlar. Xo'p, motor qismiga keladigan bo'ladigan bo'lsa, motor qismi juda ko'p bizda mana. Xo'p, optun narxda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Hamda servis xizmatlari ham bor. U yoqqa, bu yoqqa oldi qochdi gaplar bo'lmaydi. Olib kelsanglar chiroyli qilib mana hammasi mana yer chopadiganlar ham tuzaladi. mana yer chopadigan. Qanaqadir texnika bo'lsa, Tinchqanki nimani benzolar. Yuradi. texnikani xohlagan turi bo'lsin olib kelsanglar, qo'ldan kelgancha o'g'lab beramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, bek barakadan sizlarga yangi texnika. Oldingi partiya tuzilgan, hop yangi partiya kelgan. Hop bittani tushirganmiz. Skalatimiz juda katta bizani. Hop, bizga unaqa oldi qochdi gaplar bo'lmaydi. Kelsanglar, ko'zinglar bilan ko'rib, bemalol ishonch hosil qilib olib kelsanglar bo'ladi. Texnika olishda iltimos aldanib qolmanglar. Hop, sizlar oson yo'l bilan pul topmayapsizlar. Shuni hisobiga biza bir ozgina bir kontent qildik. Video yoqqan bo'lsa, videodan like bosasizlar. Kommentariyada omad. Shu, sizlardan boshqa narsa kerak emas.